Assalomu alaykum. Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan Qur'on oyatlari bilan bemorni yoniga borilgan vaqtda ushbu duo o'qiladi. Allohumma, ey insonlarning Rabbisi bo'lmish Allohim, og'riqni yo'q et va unga shifo ber. Zero shifo beruvchi faqat sensan. Sen bergan shifodan boshqa shifo yo'q. Shunday shifo berginki hech qanday sanchiq va og'riq qolmasin. Bo'ldi. Bosh og'rig'i davosi uchun kasalning boshiga o'ng qo'lni qo'yib, quyidagi duolarni o'qiladi. Bu hukm Rabbingiz tomonidan yengillik va marhamatdir. Alloh sizlarga vazifalarni yengillashtirishni xohlaydi. Axir inson zaif qilib yaratilgan. Endi Alloh sizlardan yukingizni olib yengillashtiradi. Sizlardan ojizlik bor ekanligini bildi. Kaf, ha, yo, ayn, sud. Ey Muhammad, bu Rabbingiz o'z bandasi Zakariyaga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Sizdan, ey Muhammad, bandalarim mening haqqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosi ijobat eturman. Kecha-yu kunduz sokin turuvchi narsa unikidir. U eshituvchi va bilguvchidir. Rabbingiz soyani qanday yoyib qo'yishganini ko'rganmidingiz? Agar xohlasa uni sokin qilib qo'ygan bo'lar edi. To sen men ushbularni aniq kitob oyatlaridir. Bosh og'rig'ining yana bir davosi. Alloh pokdir. Tezlik bilan bosh og'rig'i ketadi. Chunki u yaqin biluvchidir va shifo nozil qiluvchidir. Alloh har bir narsaga guvohdir. Boshning bir qismi og'risa, idishga qo'yilgan zamzam yoki yomg'ir suviga 3 marta Ixlos surasini, keyin 7 marta quyidagi oyatni o'qib dam uriladi. La anzalazi agar o'qiyim shunda la anzalnahazal Qur'ona ala jabalil laraytahu khashian mutasaddian min khashiyatillah va tilka amsalun nazribuha linnasi lahamu yatafakkaru. Agar biz ushbu Qur'onni bir tog' uzra nozil qilganimizda edi, albatta u tog'ni Allohning qo'rquvidan bo'ysungan va yorilib ketgan holda ko'rgan bo'lib edingiz. Biz bu misollarni odamlarga zora ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. Bosh og'rig'i uchun yana bir davo. Allohumma, o'ng qo'l bilan boshni ushlab turib, Qur'ondan 6 ta shifo oyatidan va Fotiha surasi, keyin quyidagi duoni o'qiladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin taybal qulubi val davaha va afiyatah abadiyatni va shifoiha va nural
absori va ziyaha va ala aliha va sahbiha va sallim. Allohim qalblarning shifokori va davosi, vujudlarning shifosi, ko'zlarning nuri va ziyosi bo'lmish Muhammad alayhissalom oilasi va sahobalariga salom aytgan. Quyidagi holbuki Alloh ularning ortida barcha narsani bilib ihota qilib turuvchidir. Yo'q, balki ulug' Qur'ondirki, uning asl manbai lavhul mahfuzdir.